Doktorlar bo'lmaydi diyordi, operatsiya qilamiz diyordi. Doktorlarning mutaxassisligi yo'q hozir. Yana o'sha og'ir ishlarni qilib oladigan darajaga o'sha holatimga kelishimga men ko'zim yetib qoldi-da, ana bu yerda davolangandan keyin. Doktorlarga ming rahmat. Mirjalolov Kamiloy sog' salomat bo'lsinlar. Xalqni e'zozida bo'lsinlar. Buyoqdan ki. Mana shu ishni osiling. Qayerga? Mana shu amga Nimaga tushib kelgan. ustiga chiqaymi? Ha, chiqishingiz kerak. Ay. Hoy. Xo'sh. Bir balo O'sha ayolni ayolni yo'tal. bo'ladimi? Siz yoting-ku, ayolni avtomas kuytamdan. Ayoltim. Qaysi yoqdamiz? Ko'pdan bir hobiga taqla olay. Assalomu alaykum. Bugun nechinchi kun? 5-kunmi? Tog'aga bugun 5-kun mana. Hali 4 ta massaj olgan, bugungi massajimizni olmagan. Mana zinadan chiqib tushyapti. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan bemorlarimiz. Mana bu tog'amiz haqida ko'pchilik so'radilaringiz. Mana bu kishi, mana shu akamizni onalari bo'ladi. Qisqachagina ma'lumot bersin hozir o'zgarishlari haqida ham. Misol ahvoli og'irlashyaptimi, kelgandan beri yengillashyaptimi, nima bo'lsa shu ma'lumot ozgina ayting, tamom. Ana o'g'lim Karomatov Sodiq juma kuni ishdan kelayotganda mazasi qochib po'ldan yurolmay qo'lni balisaga yotqizdik. Tezyorlamay yotqizdik. Hech o'zgarish bo'lmadi. Ertalab kelsam shunday dodlab yotibdi. Chida olmadim men. Otasi bilan shaharga olib bordik. Shaharga ham ukol qilib, MRT qildi, blokada qildi, to'g'riga hech o'zgarish bo'lmadi. Keyin bu klinikani qaysilari aytdilar, shu klinikada yaxshi massajlari, parafinlari bularni meni qisilgan deb nima diagnoz qo'ydi. Bugun 4-kun va shu o'tirolmasdan dod deb shu baqirib yotaydi. Ana bera bularni kollektivlarga rahmat. Sog' salomat bo'lsinlar. Ana bera yaxshi massajlarni olib, parafinni olib, hozir endi ancha oyoqqa turibman, o'zim ko'rdim. Massajdagi zinadan tushib, hozir xudoga shu chehrasi ro'ysan. Doktorlarga ming rahmat. Mirjalolov Kamiloy sog' salomat bo'lsinlar. Xalqni e'zozida bo'lsinlar. Baxtli, saodatli bo'lib, bachalarini, oilasini huzurli ko'rsinlar. Men roziman. Yaxshigina bo'ldi endi. Sizlarning ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman bacham. Ular sizda hozircha shunaqa gaplar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sog'lig'ingizga omon bo'linglar. Rahmat, hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun tog'amiz terlab pishib, mana qanday ahvol? Ahvol yaxshi. Bugun nechinchi kun? Bugun 8-kun. Nechta massaj oldingiz mendan? Har kun oldim birta. 100% og'riqda necha foizi bor hozir? Hozir og'riq deyarli yo'q. Keng yoqqa bitta yuring. O'tday berganman. Qarib Cho'loqlarni botibsiz-ku, og'riq yo'q deb. Kelgan kunga nisbatan ancha zo'r, ha? Bitta bu yoqqa yuring, bering. Kelgan kunimdan hisoblasak bu rekord, bir haftaga rekord. Doktorlar nima dedi? Doktorlar bo'lmaydi diyordi, operatsiya qilamiz diyordi. Menga yoqmaydi bu narsa. Doktorlarning mutaxassisligi yo'q hozir. O'zbekistonga Yo, unaqa gaplar aytmang. Endi yomonlab nima kerak? Ha, shunday.
Siz bu yerdagi natijani ayting tamom. Ko'nglim cho'kmadi. Zamonaviy texnologiyalarni shunaqa nima deydi endi naturalda, tabiiy davolash, bez operatsiya, bez nima bo'lsa agar qilaman bo'lmasa kerak emas deb turib keldim. Yo mana Xudoga shukr xato qilmagan ekanim, rahmat sizlarga. Men xursand. Bitta yig'lab bering endi. Hozir yig'lab Bu pichoqlab yig'i emas, bu xursandchilik alomatlarida. Shonsizmi? Siz doktor bilasiz. Uni kasalni ko'p ko'rgansiz, balkim ko'zingiz qotib ketgandir. Lekin mana onam yoki otam ko'rib, farzandlarim ko'rsa agar men bir narsani ko'tara olmasam, ikki qat bo'lib yurgan bo'lsam, hamma ham achinadi. Men o'zimdan o'zim o'tganini bilaman-da. Shuning uchun xursandman. Rahmat. Mana shu opaga medal berish kerak. Mana ertalabdan kechgacha shunisiga ham shukr qilyapman, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Xullas bugungi videomiz o'ta keskin gaplar bilan boshlaydi. Tog'amiz ozroq qulog'i og'irroq, faqat baqiribroq gapiraman. Tushunasizlar. Tog'jon, bir o'zingiz tanishtiring. Men Karomatov Sodiq, Vobkent tumani Kumushkentdanman. Gaz sohasiga ishlayman. Shu yerga davolanishga keldim. Bugun 12-kun qaytyapmiz. Umuman mana shu kasallik haqida nima tavsiya, nima ma'lumot bera olasiz? Kasallik. Kasallikni menga kelgani qarib 1 oy bo'ldi. 15 kun oldin yomon ahvolga edim. Bera kelishdan oldin, endi 12 kun bo'lgan bo'lsa bera kelishdan oldin hech narsa qo'llat ko'zimga ko'rinmasdi-da. Hayotga qiziqish ham susaygan edi. Hech nima xohlamaydi, hech nima yoqmaydi. Bundan oldin nima lechinalar oldingiz? Undan oldin ish vaqtiga ushladiklar beril oldim. Belimni og'rig'i sal qoldi, lekin oyoqqa bergan edi. Ishdan kelgandan keyin doktorxonaga murojaat qildim. Ozgina ahvolim uncha yomon emas edi. Kalaskaga chiqib ketdim-da, xullas yurolmaykan bo'lib. Qarang, Oyoqqa turdim. nimaga kalaska yasab qo'ydilar sizni? Mutaxassis bo'lmagandir. Ana shu narsani so'rayapman. Boshingizdan o'tgan narsa aytib bering mana. Endi nima boshimdan o'tgan narsa, ana shu yerdan kelgangacha qitta qiynalganman edim. 2-kun, 3-kun o'sha yengillashdi. 8 kun deganga men oyoqqa turdim. 3 kun, 4 kun zo'r yurdim. Xursand bo'ldim. Ana hozir ham 90% yaxshi bo'lgandir, balkim 80% yaxshi bo'lgandir. Endi bu yog'i men o'zimga bog'liq. Ko'p narsani o'rganib oldim, sizlardan shu kasalga qanday muomala qilishni bildim. Uncha qo'rqinchli narsa emas ekan bu. Faqat qanday davolash, qanday yo'l tutish, nima chora ko'rish, texnologiyalarni bilsa bo'ldi ekan. Biz bilmadik. Doktor yurdik. Endi u doktor ham men davolayman dedi, davolayolmadi. Mana ahvolim minusga qarab ketaverdi. O'ylab maslahat qilib, nima qilib shu qarorga keldik, klinikani tanladik. Bera keldik, yo mana xato qilmagan ekanimiz. Endi men aytib bilaman, bemalol o'sha kasal bilan boshdan o'tkazayotganga, o'sha kasal ahvolga tushganlarga maslahat berib bilaman. Yo o'zimga shu muammo bo'lsa agar qanday hal qilishni bilaman. Mashqlarni bajarishni bilaman. Endi bora ozgina o'zimni asrab nima qilgandan keyin o'zi menga nima deysa umid bor, ko'taraman bilishim mumkin. Bu yo'g'ga yana o'sha og'ir ishlarni qilib oladigan darajaga o'sha holatimga kelishimga men ko'zim yetib qoldi-da. Ana bu yerda davolangandan keyin. Ha. Shu Qarang. Yana bitta savol. Kecha gapirdingiz-ku, falon banzada meni operatsiya qilamiz tamom deb chiqib ketdi vrach. Yangi chiqadigan vrachlar bemorga nima deb gapirishi haqida bitta bilsin. Menga yosh bolacha kelib turib, menga tamom tog'ajon sizni operatsiya qilishga bir nima deb. Ana shu gapni ayting bitta. Ikkinchi doktorxonaga yotib turgan vaqtga yaxshi natija bermagan edi. Yaxshi effekt bermay nima qilgandan keyin sog'lik aytganday oldinga ketmagandan keyin yakshanba kuniga to'g'ri kelgan edi. Doktorlar, vrachlar hammasi dam olishga, nimaga deylik, выходной oddiqiga blokada qilgan edilar mana. O'sha blokada ham naf qilmagan edi. Blokada naf qilmagan bo'lsa iloji yo'q, bitta yo'li qolgan operatsiya dedi-da menga. O'zimni
hayot davrimga bilamanki shu narsani yo'li yo'q deganga bitta yo'l qolgan bo'ladi-da. Fikrimda endi o'zimni mumkin emas bunday bo'lishi, boshqa varianti bo'lishi kerak, yo'li bo'lishi kerak deb izlandik, nima qildik? Operatsiya qilmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz. Maraka mavridga nimalarga uyalib qolasiz degan gaplar ham bo'ldi vrachlarning. Xo'p dedim, quloq solmadim. Bu yoqqa keldim-da. Qarang, mana shu joy haqida eshitganmidingiz? Eshitgan edim. Bu gruppaga meni a'zo ham qilib qo'ygan edilar. Lekin ishim tushmagan edi. To'g'risi endi yolg'on gapirish kimga kerak? Borini aytish kerak. Men o'zim gruppadan naqalni chiqib ketdim. Ana endi Qaytib kelganiga qo'shildingiz. Men o'zim aytdim, qo'shinglar meni deb. Yana ko'p narsani o'qiyapman, nima qilyapman, yozganim yo'q to'g'risi, lekin bir ikkitasini men o'zim a'zo ham qilib qo'ydim o'shanga. To'g'ri yetishmasa bilmayganingizda. O'zimizga o'chiribdi, bir qadam yaqin. U yoqqa bo'lsa ham u ham o'zi bilmaydi. Mashinangizga benzin ketadi, taksizga pul ketadi, nimangizga avora bo'ladi. Yomon ma'qul bo'ldi. Narxlar qanday narxlar? Yaxshi. Natija zo'r. Narxda nima deysiz? Qimmat emas. Normal. Yaxshi. Normal. Pitaniya qanday pitaniya? Pitaniyasi ham zo'r. Ertalabga kerakli mahsulotlar, masalan, asal ham bor. Asalni o'zi shifobaxsh nimalar. Obedga ham, nimaga ham, periftor ham bo'libdi. Suyuq ovqat, kerakli vitaminlar bor. Endi qarang. Sizni o'zingizni joningizdan o'tdi-ku og'riqlar. Ana shunday og'rib yotgan odamga, grijasi bor odamga bitta sizni ko'rib eshitgandan yuragi lapillab tars etadigan ikki og'iz gap. Endi bunaqa odamlarga beradigan meni maslahatim, o'zingizni har qayerga sarson qilib og'rib yurmasdan to'g'ri shera kelib lishini olganlaringiz ma'qul ekan. Har taraflama qulay. Kissaga ham foydasi bor, sog'likka ham foydasi bor, operatsiyadan ma'qul. Menga shunisi yoqdi. Ozgina qiynaladi, lekin u yo'q yaxshi bo'lib ketadi. Operatsiya bo'lgan vaqtga o'sha vaqt qiynalmaydi, keyin qiynalib ketadi. Men bu yo'lni tanladim. Hay, sizga rahmat. Bitta turib bering. Mana yuribman. Qo'lni uzating. Qo'lni oyoqni uchiga. Oyoq egiling. Bo'ldi. Bitta yurib, mana qilib bering. Qo'llardan hassas tushmadi. Menga qarab. Hassa bilan yurib bering. Asablan sayraydim-da. Tamam. Xullas bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.